boramiz ichcha. Necha yosh bo'ldik? 2 yosh bo'ladi, 10-chi. 2 yosh. Ko'p injiqlik, qaysarlik, yig'laqilik. Xo'p, yarim kechasi turib yig'lashlari yo'qmi? Unaqasi yaxshi uxlash kunduzi bilan yig'laydi. Kunduz ash birada har zaman uni orqaga tashlardim endi injiqlik qilib, yaxshi ko'rsataychi. Yurishimiz yaxshimi? Nutqimiz yaxshimi? Ha, voy gapirish. Yaxshi gapiradi. Ishtahlarimiz qanaqa? Ishtahasi zo'rg'imi deydi. Bir hafta 10 kun ichida isitma, shamollash, gripp, yo'tal bo'lib qolmadimi? Yo'q, Unaqa narsa bo'lgan yo'q. Bir oy oldin bo'lgan. Yiqilib tushish, bosh miya travmasi, jarohati, qanaqadir unaqa narsa ham yo'q. Bobojon, assalomu alaykum. Necha kedingiz bobojon? 2ga. Bog'chaga bormadingizmi hali? Boryapsizmi? Qaysi bog'chaga boryapsiz? Qani, sumka solib. Oho, basanushka zo'r-ku, a? Uchadimi bu? Ishtahlar yaxshi? Yaxshi. Kechqurun tinch uxlaydimi? Ha. Ba'zida turib yig'laydi xolos. Ko'proq nima yeymiz? Nima ovqat yaxshi ko'ramiz? Sho'rva, osh. Ovqat tanlamaydi. Yo'q. Yaxshi. Faqat xamir ovqatlarcha yeyavermaydi. Fast foodlar, Unaqalar. chipslar, kireshkalar, chapchuklar, hot-dog, sosiska. Yeydi unaqalarni. Bu qog'oz yaxshi chiqdimi hozir? Boshlar o'zisi yaxshi, ozgina suv yo'lida kengayish bor, lekin bu ham unaqa strashni muammoli emas. Bolaning o'zida aktiv shikoyat bo'lmasa, bu normal bo'lishi mumkin. Mana injiqlik, qaysarliklari bolalarda odatda bo'ladi. 2-3 yoshda detskiy nevroz shakllanib qoladi. Ortiqcha erka bo'lsa, bobosi opoqsa, buvisi ko'p erkalatsa, injiq bo'lib qoladi. O'tish davri bu. Bular tinch emas, sho'x bo'ladi, pitirib bo'ladi, aqabaqa ko'p divizheniya qilishaveradi. Injiqlik qaysarlari ham bo'ladi buna paytda. Normal holat, o'tib ketadi. Ozgina tinchlantirgani qo'shimcha dori qilib beramiz xolos. Uxlab turgandan keyin shu o'zini tashlab yig'laveradi-da. Bu odatda bo'ladi, bunaqa yoshdagilarda bo'ladi. Ko'p ortiqcha erkalik hisobiga ham ko'payib ketadi bu narsani. Uyda ko'p erkalik qilsa, ko'p erkalatvorsa, bobosi, buvisi bularda ko'p erkalatadi-da, o'shani hisobiga bularda nevroz shakllanib qoladi. Shamollash hisobiga ham kengayadi. Isitma, shamollash, gripp, yo'tal bo'lib qolsa, bosh miya travmasi, yiqilib tushsa, urib olsa, bu har doim katta chiqsa har doim muammo bo'lavermaydi-da. Shunchaki o'zi boshda tug'ilayotgan paytda kengroq ochilgan bo'lishi mumkin bu narsa. Bolada u bo'yicha aktiv shikoyat berilmayotgan bo'lsa, umumiy belgilar bo'lmayotgan bo'lsa, uni davolash shart emas uni. O'zi normada shunday, kattaroq tug'ilgan bu. Bo'ldi, boshqa muammosi yo'q.